Assalomu alaykum. Mani go'zal va jozibali opajonlarim, onajonlarim, go'zal bizani kuzatuvchilarimiz. Opajonlar, ustimdagi mana bu asal ko'ylagimizga bitta qarab qo'yinglar. Oldilari shunaqa Swarovski toshli asal ko'ylagimizga necha deysizlar, qaranglar, qo'llari shunaqa tahorat uchun rezinoviy, juda ham chiroyli tikilgan materialini, gulini chiroyliligini qaranglar. Kiyasizlar, ketaverasizlar. Opajonlar, ushbu ko'ylagimiz shunaqa apasatka, cho'nchaklari chuqurgina, materialini kачествоsi super kачествоda, kirishmaydi, yomon bo'lmaydi, g'ijim bo'lmaydi. Ketdik, yaqinroqdan ko'rsatamiz. Opajonlar, mana shunaqa ajoyib tarzda tikilgan, ko'rsataylar ham neobichniy, gullari har xil neobichniy, skromniy rasvetkalarda. Hamma yoqqa kiyib ketaveradigan mana bu ko'pirgullar, nima deysizlar opalar? Narximi 180 mingdan. 180 mingdan shunaqa asal shtapl ko'ylaklarimiz keldi opalar. Ko'ryapsizlar, bularni olasizlar-yu, ketaverasizlar. Mana buni